Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Siz Doktor Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, o'tib mezbon bo'lib qolishingizni so'rab qolamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Bugungi mavzu o'tgan safargi videomiz mana ko'rib turibsiz. Olatni katta qilishda haqiqatlarni gapirganimizdan keyin pornografik kinolar haqida ham video olamiz deb so'z berdik. Xuddi shu pornografik kinolarning zararlari va oqibatlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, pornografik kinolar bizga qayerdan kirib keldi? Birinchi bo'lib pornografik kinolar Amerika va rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan. Bu insonlarning ongiga ma'lum bir miqdorda kayf yetkazib berish uchun. Ya'ni siz pornografik kinolarni kompyuterda, telefonda yoki bo'lmasam zangori ekranda qo'yganingizdan keyin ushbu kinolarni ko'rish hisobiga endorfin degan xursandchilik gormonini sintez qilasiz. Unga qo'shimcha oksitotsin, serotonin, dopamin. Va bu qisqa muddatli endorfin organizm olishning oqibatida siz jichcha bo'lsa ham kayf qilasiz. Bunaqa ichib olib, chekib olib qilgan kayfda emas, lekin shunaqa qilganda bir yoqimli holat bo'ladi. Endi bu nimasi bilan xavfli? Pornografik kinolar ko'rganingizda sizni hirsingiz uyg'onib, ayol kishi bo'lsangiz, ayollik tarafli gormonlar ishlashni boshlaydi, erkak kishi bo'lsangiz, erkaklik gormon taraflari ishlashni boshlaydi va sizda ereksiya bo'ladi, ya'ni olat turadi. Turib buni endi evakuatsiya bo'lmagunicha yoki bo'shanib yormagunicha bu holat sizga navbatga bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, keyinchalik pornografik kinolar ko'rmaslik oqibatida hattoki ereksiya bo'lmaydi. Uchinchisi, pornografik kinolar oqibatida depressiya yoki bo'lmasam shu kabi ruhiyatga ta'sir holatlar kelib chiqishi mumkin. Sababi siz YouTube'da yoki bo'lmasam biror xil kanalda ko'rayotganingizda u kinolarga o'ta ko'p spesifik qo'shib beradi. Misol uchun Xalq ko'rgansiz, Kapitan Amerika yoki bo'lmasam shu kabi fantastik filmlar ko'rgansiz. Shu fantastik filmlarga qancha spesifik ishlatsa, pornografik kinolarga bundan kam spesifik ishlatmaydi. Ya'ni ushbu insonlarda chiroylisini oladi, kelishganini oladi, nakachinini oladi, ko'kliklar katta-katta ayollarda oladi va ushbu ayollarda og'ziga mikrofon tutqizib baqiradi, ya'ni o'sha jinsiy aloqa vaqti his-hayajonni e'tirof etish uchun. Aslida bu hammasi zangori ekran orqali berilayotgan yolg'on va spesifik qo'shilgan ma'lumotlar bo'ladi. Siz ko'rdingiz, kichkinagina endorfin yoki oksitotsinni oldingiz va siz xursandsiz. Ushbu xursandchilik gormonlarini qanday qilib olsangiz bo'ladi? Misol uchun birorta insonni Counter Strike'da yoki shaxmat yoki shashkada yoki futbolda yutsangiz ham xuddi shunaqa holatga tushasiz, ya'ni organizmda endorfin, oksitotsin, dopamin, serotonin sintez bo'ladi. Siz zangori ekran orqali tomosha qilib, bu narsaga sekin-asta bog'lanasiz. Sizni pornografik kinolarga bog'langan yoki bog'lanmaganligingiz haqida o'zingizga 5 ta savolni berib ko'ring. Birinchisi, qanaqa turdagi pornografik kinolar ko'ryapsiz? Ikkinchisi, ushbu pornografik kinolar ko'rayotgan vaqtda masturbatsiya qilyapsizmi? Uchinchisi, pornografik kinolarni bir kunda 2 minutdan ziyod ko'rishni boshladingizmi? To'rtinchisi, pornografik kinolar oqibatida hozirda sizda tez bo'shanib qo'yish omillari yo'qmi? Ya'ni Amerikada addiktivniy meditsina bilan shug'ullanadigan insonlar, ya'ni o'sha doktorlar, professorlar hozirda pornografik kinolar orqasidan kelib chiqadigan erektil disfunksiya, ya'ni tez tamom qilish kasalligi haqida gapirmoqda. Beshinchisi, pornografik kinolardan keyin siz o'zingizni bo'shantirasizmi, bo'shantirmaysizmi? Bo'shantirmasangiz bu dahshatli omillarga o'zi olib kelishni boshladi. Ya'ni prostata beziga kuch keladi, mayaklarga kuch keladi va hokazolar. Pornografik kinolarda yaxshi tarafi hech ham yo'q. Agar yaxshi tarafi bo'lganda, uni bizning hayotimizga doimiy nimaga qo'shadi. Naborot siz endi ekranga bog'lanishni boshlaysiz. Har kun har xil pornografik kinolar ko'rasiz va buni hayotingizga tatbiq qilmoqchi bo'lasiz. Erektil disfunksiya pornografik kinolar orqasida kelib chiqadigan tez bo'shanish kasalligiga uchraysiz va ruhiyatingizga albatta ta'sir qiladi. Keyinchalik siz pornografik kinolar ko'rmay qo'ysangiz, hayotingizda qiziq holatlar yo'qoladi. Ya'ni siz harakat qilib endorfin olishni xohlamaysiz, futbol o'ynagingiz kelmayapti, shaxmat o'ynagingiz kelmayapti yoki bo'lmasam puzzle tergingiz kelmayapti yoki shu kabi narsalar. Siz ash ekranga qarab, nafsingizni qondirib, boshqa qilib yurasiz. Endi keyinchalik, endi siz balog'at yoshidagi inson bo'lsangiz yoki uylanadigan bo'lsangiz yoki ayolingiz bilan bo'ladigan bo'lsangiz, ayolingizdagi haligi kinolardagi spesifiklar bo'lmasligini hisobiga ayolingiz bilan qo'shilgingiz kelmaydi. Undan tashqari siz o'zingizga dismorfofobiya kasalligini chaqirib olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizdan kamchilik qidirishingiz mumkin. Olatim kichkina, jinsiy aloqaning sifati yaxshi emas, xotinim yaxshi emas, falon kazon degan o'zingizga o'zingiz asabingizni buzib va ruhiy kasalliklarga ham uchrashingiz mumkin. Hurmatli aziz teletomoshabin, hurmatli tinglovchi. Pornografik kinolarni yaxshi tarafi hech qachon bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Shuning uchun pornografik kinolarni narkotikni bir turiga o'xshatishadi. Ya'ni siz kun davomida shuni ko'rmasangiz, kechgacha kuningiz o'tmaydi. Undan tashqari, keyinchalik bu insonning xotirasiga, hayotiga, turmushiga
ta'sir qilishi albatta mumkin. Ya'ni siz shu kinoni ko'rmasligi oqibatida tushkun kayfiyat, ishqigingiz yo'q va hokazo. Undan tashqari shu kinolarning oqibatida bo'shanmasligingizning oqibatida kognitivniy, ya'ni zastoyniy prostatit kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Qanaqa qilib tashlash mumkin? Bir martada shuni tashlaysiz, ko'rmaysiz. 3 kundan bir haftagacha sizni lamat qilishi mumkin. Mana narkotika xumor qiladi, xuddi shu futbol o'ynang, toza havoda sayr qiling, kitob o'qing, roza tuting yoki bo'lmasa doimiy ayolingiz bilan birga qo'shilishga harakat qiling. Chunki erkak qancha ko'p bo'shansa, shuncha erkakka kelayotgan ashi boyni gormonlar sintezi yaxshi bo'laveradi. Shuning uchun albatta shu narsalardan foydalaning. Bir marta ko'rsam to'xtataman, boshqa ko'rsam to'xtataman desangiz ulanib ketaveradi azizim. Shuning uchun bir marta ko'rdingizmi, to'xtatdingizmi, bo'ldi, boshqa kerak emas. To'g'ri, 3 kundan bir haftagacha qiyin bo'ladi. Endi yana qanaqa dahshatli oqibatlarga olib keladi desangiz, pornografik kinolarda ko'ringan holatlarni o'zingizda sinab ko'raman deb olatingizni sindirib qo'yishingiz mumkin. Biror joyingiz travma qilib qo'yishingiz mumkin yoki xudo ko'rsatmasin reanimatsiyalarga tushib qolishingiz yo'q emas. Chunki pornografik sizga beriladigan kinolarni yana qaytaraman, u yerda maxsus aktyorlar bajaradi. Ularning opiti juda ko'p. Ular qilaman degan ishni siz qilmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizga har qanaqa yoki ruhiy yoki travmatik yoki bo'lmasa xudo ko'rsatmasa shunaqa dahshat omillarga tushishingiz mumkin. Undan tashqari azizlarim, ertaga kelgan farzandli bo'lganingizda hatto farzandingizni g'alvasi yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun bugundan boshlab pornografik kinolar ko'rmaymiz, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanamiz, to'g'ri ovqatlanamiz, toza havoda sayr qilamiz, kitob o'qiymiz, ayolimiz bilan doimiy qo'shilamiz yoki rosa bo'lmasa roza tutamiz. Chunki rozada insonning fikri buzilmaydi va rozada organizm bor energiyani kechgacha bir xilda taqsimlash bilan ovora. Hurmatli aziz teletomoshabin, siz bugungi videoni ko'rdingiz. Aql tarozisiga qo'yib ko'ring. Agar sizda shunaqa holatlar bo'lsa, urologga, psixologga, psixonevrologga yoki nevropatologga borib uchrashib, ushbu illatdan ozod bo'ling. Nima uchun illat? O'ziga kelganchalik qattiq bog'lab o'raveradi va siz tashqi muhitda o'zingizni doimiy hayotingizni rivojlantirishning o'rniga siz oddiy zangori ekran orqali o'zingizni degradatsiya, ya'ni orqaga yurishingizga sabab bo'lib qolmang.